Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sog' salomatmisizlar? Xudo xolasa yana ko'rib turganlaringizdek 50 kdagi obyektimizdan sizlar birinchi chetdan bu obyektimizni tushuntiradigan bo'lsak, uzunligi 7,5 metr ekan. Xo'p, 20 kilolik qozonimiz, yanında рабочий stoli bilan, где-то 70 sm рабочий stoli bor. Xo'sh, eshikka kulaladan yeri, odun diqadan yeri, bu yerimizda kömür, odun koyaverasiz. Top, bu yana keladigan bo'lsak, 10 kilolik qozonimiz. Beram shu. O'tdan, odundan, gazdan foydalanaverasizlar. Farqi yo'q. Garyoka uchun joy qo'yib ketganmiz ana. Turba uchun. Bu yerimizga keladigan bo'lsak, gaz plitan tigi erka bo'ldi yana. Bu yerimiz ham moyka yana. Yana bu yerimiz ham moyka. Yanında birazgina рабочий stoli, bu o'rtadan рабочий stoli bor. Bu yana 71 santilik stolni gaz plita. Xo'p, bu yerimizda yana рабочий stol qazayanda gaz plitadan ishlayverasizlar. Xudo xolasa bu obyektimiz ham yana stoleshnisasini chiqdik. Xudo xolasa endi betonni quydik. Bu qatishi kerak ertang. Alloh nasib etsa shu o'rtadan korolevskiy mangalimizni ishlab boshlaymiz xudo xolasa. Do'stlar, ko'rib tomosha qilib boraverasizlar. Xudo xolasa yana ishlarimiz ham asta-sekin ko'zga ko'rinib boshladi. Videomiz yoqsa like'larni bosib, kommentariyada fikrlaringizni qoldirib qo'ysangizlar, ishimizga baho beringlar. Like bosishdan chiqmasin, kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaning ishini omad do'stlar.